Mana yana boshqa joyda ishni boshladik. 2-3 kun oldin mana shu bordyurlarni terib ketgan edik bu yerda. Bugun shu burchetkasi kelibdi, bugun boshladik. Bugun hamki shu obeddan keyin soat 11 dan keyin boshladik bu yerda. İçini nima bilan to'ldiriladigan bilmadik lekin. Chiroyli chiqadi ekan bu. Yeniga 40, uzunligi 60 bo'ladi. Mana shu yerda chek. Mana chek. Shu yerdan bu yergacha. Aha. Ertaga mana shu to'ldirishimiz kerak. Yana 3 qator qo'shimcha teriladi. Bundan keyin bu tomon qoldi. Mana shu yerga qo'ysak bo'ldi. Postra degan joy bu. Birinchi bu bordyurlarni terishni shu yerda boshlagan edik. Ularni biz qo'yganmiz. 1,5-2 oy oldin boshlagan edik bu yerda ishni. O'shanda bordyurlar qo'yib ketganmiz. Birinchi bu. Mana stadionda oldi. U boshqa yo'q, u manlarda, Volvolar yo'q ekan. Yozib qo'yibdi. Yine de bakma bir inan. Pastda o'qingmi? No, stadionda oldi bir video bo'lganini eslasanglar. Mana shular qo'yganmiz. Yo'lda polni asfalt qilib parkovka qilib tashlabdi bu yerda. Shu yerimiz bitta yoqib olgan ekan, mashinamiz yog'i yeyib turadi. U katta mashinalardi, Volvolardi, manlardi. Ama katta mashinalarni yo'q ekan. Shu an olyapti. Kuybaramiz mashinaga deydi. Chiroyli parkovka chiqqan ekan. Futbol akademiyasi buni. Shunaqa gaplar. Ertaga mo'ljallab bo'lsak kerak. Qalay atmosfera. Bitta tabiati go'zal. Yomon chiroyli ko'rinadigan joy ekan mana shu. Shu vaqtimiz tugadi, soat 5 bo'ldi. Sekin qaytamiz endi uyga. Orada plyajda cho'milib ketamizmi ko'ramiz. Range Rover. Orqasini ochamiz. Nima deyapti bu? Ovozmakmi? Ovozmak? Mana shuni joylash kerak ekan, shunga sig'adi. Purlab kelsa qo'ysak bo'lakan bunga. Keyin damlaymiz. Kimi ki?